Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan top 5 ta juda muvaffaqiyatli kishilarning odatlari bilan tanishamiz. Birinchisi, erta turish. Muvaffaqiyatli kishilarning mutlaqo barchasi erta turishadi. Chunki kunni qancha erta boshlasangiz, ishlarni bajarishga shuncha ko'proq vaqtingiz bo'ladi. Bundan tashqari erta turadiganlar kechasi ham yaxshi dam oladilar. Agar erta turishga qiynalsangiz, unda budilnikni ovozini baland qilib yotgan joyingizdan uzoqroqqa qo'ying. Shunda siz uni o'chirishga turishga majbur bo'lasiz. Chunki agar yoningizda bo'lsa, o'chirib yana uxlab yuborishingiz oson bo'ladi. Ikkinchi odat, ko'p o'qish. O'qiganlaringiz miyangizni yangi va yangi ma'lumotlar bilan to'ldiradi va siz bu ma'lumotlar qachon kerak bo'lishini oldindan bilmaysiz. Qanchalik ko'p bilimga ega bo'lsangiz, oldinda keladigan qiyinchiliklarga shunchalik tayyor bo'lasiz. Shuningdek, ko'p o'qish so'z boyligingizni oshishiga sabab bo'ladi. Fikrni aniq ifoda etish qobiliyati juda ko'p yordam beradi va har qanday kasbda yuqori baholanadi. Kitobni o'qib, hikoyadagi voqealarni, undagi ishtirokchilarni, ularning fe'l-atvorlarini eslab qolishga harakat qiling. Juda ko'p narsani yod olishga to'g'ri keladi. Lekin bizning miyamiz juda ajoyib qilib yaratilganki, bu narsalarni eslab qolish u uchun juda oson. Har bir yangi ma'lumot miyada qisqa muddatli xotirani kuchaytiradigan yangi neyron aloqalarni hosil qiladi va eskisini quvvatlaydi. O'qishga qancha vaqt ajratish to'g'risida aniq bir me'yor yo'q. Ammo agar siz har kuni o'qishga odatlansangiz, bilimingiz kengayadi va Allohning xohishi bilan muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Uchinchi odat, salomatligingiz birinchi o'rinda bo'lishi kerak. To'g'ri ovqatlanish, badan tarbiya, zararli odatlarni tark qilish bu narsalarning yaxshi ekanligini hamma biladi. Yana sog'lom odatlarga jismoniy, aqliy va hissiy salomatligingiz uchun foydali bo'lgan barcha narsalar kiradi. Bu odatlar umumiy ahvolingizni yaxshilaydi va o'zingizni yaxshi his qilasiz. Sog'lom odatlarni rivojlantirish qiyin. Ko'pincha bu fikrlash tarzingizni o'zgartirishni talab qiladi. Lekin siz ongli ravishda harakat qilsangiz, yoshingiz, jinsingiz va jismoniy qobiliyatingizdan qat'iy nazar yuqori natijalarga erishishingiz mumkin. To'rtinchisi, boshqa odamlar qilayotgan ishlari sizni tashvishlantirmasin. Boshqalarning muvaffaqiyat yo'llari sizni ilhomlantirishi mumkin va ularning yutuq va xatolaridan ko'p narsalarni, nimani qilish va nimalarni qilmaslik kerakligini o'rganishingiz mumkin. Ammo siz o'zingizning yutuqlaringizni ularniki bilan taqqoslaganingizda, ularga hasad qila boshlashingiz va stressga tushib, o'zingizga ishonchingizni yo'qotishingiz mumkin. Odatda biz boshqalarni shaxsiy g'alaba va muvaffaqiyatsizliklarimizning o'lchovi sifatida ishlatamiz. Atrofimizdagi oddiy insonlarga e'tibor bermasdan, muvaffaqiyatliroq insonlar bilan o'zimizni taqqoslaymiz. Shuning uchun ham hasad tuyg'usini ilg'ab olish muhimdir. Axir boshqa odamlarning ishlariga bo'lgan hayajon va bezovtalikka ketadigan quvvat va vaqtni shaxsiy hayotimizni qurishga yo'naltirishimiz zarur. Muvaffaqiyatli insonlar o'zlarining yo'llari noyob va hech narsa bilan taqqoslanmasligini biladilar. Shuning uchun ular e'tiborlarini o'zlariga qaratadilar va faqat finish chizig'ini ko'radigan ot kabi maqsadlari tomon harakat qiladilar. Beshinchisi, vaqtingiz chegaralanganligi haqida o'zingizga eslatib turing. Bunday yondashuv hayotingizni har kunini oxirgi kundek yashashga va orzularingizga erishish yo'lida tinmay mehnat qilishga, dunyoda o'zingizdan iz qoldirib ketishga undaydi. Muvaffaqiyat bu o'z-o'zini rivojlantirish, yaxshilash va takomillashtirishdan iborat bo'lgan bir yo'ldir. Muvaffaqiyatli insonlar oldinga va faqat oldinga harakat qilishadi. Qiyinchilik va hayot tashvishlarini jasorat bilan qarshi olishadi. Bugungi videomizning mohiyati shulardan iborat edi. Muvaffaqiyatli hayotni barpo qilish uchun nimadandir boshlash kerak. Keling shu 5 qoidani boshlang'ich nuqta qilib olamiz.